Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir sizlarga tezroq 10 minutda tayyor bo'lgan keks retsepti bilan bo'lishim uchun bizga kerak 1 piyola shakar, 1 piyola un, 1 piyola qatiq, 3 osh qoshiq yog', 2 osh qoshiq kakao. Xullas, layzaqaga kerak bo'ladi bizga 1 choy qoshiq. Men bozordan kiloli olib kelib qo'yaman. Shu kiloni ham ishga solib qo'yaman. Hozir tuxumimiz bilan shakarimizni aralashtirib olamiz birinchi. Bizga mikser kerak emas, oddiy vinchik orqali aralashtirib qo'yib, bu qo'yib to'xtatib chiqargan retseptlardan bittasi. O'rta o'rinda yaxshi ko'radi shu narsani. Biz boshqadan kelishga tayyor qilamiz. Biz bilan shakarimizni aralashtirib oldik. 1 piyola qatiqimizni solamiz endi bunga. Tuxum, qatiq, shakarni aralashtirib olishimiz ko'p keladi. Endi bunga kakaomizni solamiz. Unimizni solamiz. Keyin ustidan 1 choy qoshiq razrichamiz. Xolislik yog'imizni ham qo'shib olsak bo'ladi. Arasini taqib solib, endi buncha aralashtiramiz. Mana aralashtirib bo'ldik. Endi buni 5 minut yoki 6 minutga mikrofonga jo'natamiz. Mikrofonga qo'ydik. Yopib 6 minut maksimal skorost qilib qo'yamiz. O'chdi. Ko'ramiz, olib, hali yaxshi pishmagan, o'rtalari yana qo'yamiz. Yana 5 minut biroq qilamiz. O'chdi. Ko'ramiz. Pishgan bo'lishi mumkin, pishgan bo'ladigan pishgan mumkin. Xolos, ustiga shkafga serab oladi. Endi biz shkafni ustiga nima fantaziya qilamiz. Biz ustiga saxar qo'yib sepishga qaror qildik. Endi kesgan variant. Juda tez bo'lsin.